Demak, bularning barchasi shunchaki statistika. Sening yoshing va erishgan yutuqlaringni hisobga olsak, raqobatga bo'lgan ishtiyoqni qayerdan topyapsan? Avvalo, rahmat. Men futbol o'ynashni yaxshi ko'raman. Bu bolaligimdan beri mening ehtirosim. O'zimni yaxshi his qilsam, har doim maksimumimni beraman. Hozir Rafael Nadal haqidagi serialni tomosha qilyapmiz va o'zimni unga juda ham o'xshataman. Shu ma'noda biz juda o'xshashmiz deb o'ylayman. Men har doim eng yaxshisini berishni xohlayman. O'zimni yaxshi his qilishni istayman va aynan shu tarzda zavqlanaman. Imkoniyatim bor ekan va bunga tayyor ekanman, davom etaman. Leo, sen mundiallar tarixidagi eng yaxshi to'purarlar ro'yxatida Kloze bilan tenglashding. Bu raqamga e'tibor berasanmi? Yo'q, rostini aytsam yo'q. Albatta, bu katta sharaf. Kloze kabi futbolchilar bilan bir qatorda bo'lish yoqimli albatta. U yerda Ronaldo ham bor. Ammo bu men uchun shunchaki statistika xolos. Bugun Mbappe ham 2 ta gol urdi. Oxir-oqibat bular faqat raqamlar. Albatta, bunday futbolchilar bilan bir qatorda tilga olinish faxrli. Lekin men uchun bu bundan ortiq ma'no anglatmaydi. Men ko'rgan futbolchilar orasida Ronaldo eng buyuklardan biri, lekin u birinchi o'rinda emas.